Bolalar barchangizga assalomu alaykum. Bugungi video roligimizga xush kelibsizlar. Hammangizni ko'rib turganimizdan juda ham xursandmiz. Bolalar bugungi video roligimizda sizlarga Binarium platformasi orqali shotda razgon qilishni o'rgatib va ko'rsatib o'tishga harakat qilamiz. Oddiy qilib aytganda, bu video roliklarimiz serial tarzida joylanyapti. Video roligimiz birinchisida Binarium platformamizda ataga $500 pulimiz bor edi. Bugungi video roligimizda esa o'sha shotda $1000 razgon qilishga harakat qilamiz. Davom etishdan avval albatta kanalga obuna bo'lib, bu videorolikka like bosishni ham unutmanglar. Biz bo'lmasam boshladik. Bolalar barchangizga assalomu alaykum. Bugungi video roligimizga xush kelibsizlar. Hammangizni ko'rib turganimizdan juda ham xursandmiz. Bolalar bugungi video roligimiz juda ham foydali va qiziqarli bo'lib o'tadi. Va bugungi video roligimizda oddiy qilib aytganda oxirgi itoglarni sizlarga taqdim qilishga harakat qilamiz. Ya'ni o'tilgan mavzular bo'yicha to'liq taqsimlab bitta planni sizlarga berib o'tishga harakat qilamiz. Demak, video roliklarimiz davomida sizlarga texnический инструмент, свечной анализ, fundamental analiz, Fibonacci, regressionniy trend instrumentlari haqida va copy trading haqida to'liq informatsiyani berib o'tishga harakat qildik. Ana endi sizlarga to'liq tayyor plan tuzib berishga harakat qilamiz. O'sha plan bo'yicha amal qilib, savdo qilib ishlaydigan bo'lsanglar, Binarium platformasida aniq qanchadir miqdorda daromadga ega bo'lishingiz mumkin bo'ladi. Barchasini pashagoviy qilib o'rgatganimizdek demashotda praktika qiladigan bo'lsanglar va bugungi video roligimizda oddiy qilib aytganda shotimizni razgon qilishga harakat qilamiz. Hatto bu shotimizni $881 dan 1000 yoki $950 qo'yishga urinamiz. Demak bolalar, analizga o'tsak ham bo'ladi. Video roliklarimiz davomida sizlarga texnik instrumentlar, switchnoy analizlar bo'yicha ma'lumotlar berilgan. Aynan o'sha instrumentlarni ishlatgan holda bozorni analiz qilib, daromad olishingiz mumkin bo'ladi. Birinchi bitimimizni 30 minutlik time frame'da 1 minutga sellga qarab ochib qo'ysak ham bo'ladi. Nimaga? Chunki bu yerda oddiy qilib aytganda yaxshi bizda уровень поддержки mavjud. Narx bir necha marta aynan o'sha уровенimizga tekkandan so'ng oldin tepaga qarab ko'tarilgan, hozir esa sellga, ya'ni pastga qarab tushyapti. Katta ehtimol bilan hozirgi bitimimiz ham plus bilan yopiladi. Minus bilan yopiladigan bo'lsa hech qisi yo'q. Keyingi bitimimizni $80 ga ochamiz. Ya'ni mana $80 belgilaymiz. Martingale yil bo'yicha keyingi bitimimizni ochamiz. Mabodo $40 lik bitimimiz minus bilan yopiladigan bo'lsa, ammo $80 lik bitimimiz plus bilan yopiladigan bo'lsa, bo'ldi. Biz oddiy qilib aytganda daromadga chiqishimiz mumkin bo'ladi. Xo'p, maydaroq time frame ga o'tgan holda vaziyatni yaqinlashtirib ko'rishga harakat qilamiz va mana marhamat ko'rishingiz mumkin. Bitimimiz 1 minutlik bitimga ochildi. Mana bu bitim plus bilan yopiladigan bo'lsa, sof foydamiz $37-38 tashkil etadi. Va bu bitimni bolalar biz uровень сопротивление bo'yicha ochishga harakat qilganmiz. Ammo ko'rib turganimizdek narx yana tepaga qarab ko'tarilyapti. O'ylamaymiz, qo'rqmaymiz. Keyingi bitimni $160 ga ochishga harakat qilamiz. Mabodo bu bitimimiz minus bilan yopiladigan bo'lsa, gap bo'lishi mumkin emas. Yaxshi, menimcha bu bitimni foyda bilan yopib oldik. Gap bo'lishi mumkin emas. Mana marhamat ko'rishingiz mumkin. $76 va $153. $40 ga ochgan bitimimiz ham plus bilan yopildi. $80 ga ochgan bitimimiz ham plus bilan yopildi. Natijada balansimizda $992 ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Ana endi kelinglar, boshqa aktivga o'tgan holda 30 minutlik time frame belgilagan holda keyingi bitimni ochishga harakat qilamiz. Bu yerda ham oddiy qilib aytganda bolalar biz $40 ga sellga qarab keyingi bitimni ochib olamiz. Nima uchun, nimaga deydigan bo'lsanglar, chunki bolalar oddiy qilib aytganda bu yerda tushuvchi trend liniyasini ko'rishimiz mumkin. Regressionniy trend instrumentini tortadigan bo'lsak, bizga yaxshi koridorni ko'rsatib beradi. Bitim katta ehtimol bilan sellga, ya'ni pastga qarab tushadi va oddiy qilib aytganda bu bitimni ham plus bilan yopishimiz mumkin bo'ladi. Ko'rsatib o'tgan darsliklarimiz, o'rgatib o'tgan instrumentlarimiz orqali savdo qiladigan bo'lsanglar, sizlar xuddi shunaqa natijaga erishishingiz mumkin bo'ladi. Ammo shotinglarni razgon qilayotgan paytinglar money management va risk managementga amal qilishga harakat qilinglar. O'zi keyingi video roliklarimizda aynan sizlarga money management va risk management haqida to'liqroq informatsiyani yetkazib berishga harakat qilamiz va yaqin kunlarda bolalar sizlarni Binarium platformasi bo'yicha streamlarimiz kutyapti. Streamda jonli efirda sizlar bilan birga savdo qilishligimiz mumkin bo'ladi va bizni ochayotgan bitimlarni sizlar ham live formatda bizdan ko'chirishingiz mumkin bo'ladi.
natijada biz bu narsani tekin signal deb atasak ham bo'ladi. Ba'zi bir signal kanallar mavjud, to'g'rimi? $200 to'laysizlar, $300 to'laysizlar, ba'zi birlari $1000 oyiga. Bizda shu narsa to'liq tarzda tekin bo'ladi. Barchasi sizlarni foydanglarni deb qilinayotgan narsa hisoblanadi bolalar. Tak bu bitimni yopilishini kutamiz. Yopilishiga bir necha soniyalar qolyapti, ammo сделкamiz bir tepaga ko'tarilyapti, bir pastga tushyapti. Bolalar katta ehtimol bilan bu bitimni ham plus bilan yopamiz. Gap bo'lishi mumkin emas, bu bitimni ham plus bilan yopdik. Balansimizda $1028 pulimiz mavjud. Mana marhamat bolalar. Qisqacha serialimiz orqali depozitimizni live formatda ko'targan holda, razgon qilgan holda sizlarga to'liq natijani ko'rsatib o'tishga harakat qildik. Mana bu qilayotgan analizlarimizni, tortayotgan o'rinlarimizni, regressionniy trendlarimizni, Fibonaccilarimizni o'tgan darsliklarimizda sizlarga to'liq tushuntirib o'tganmiz. Xuddi shu instrumentlar orqali bozorda sizlar ham savdo qilgan holda daromad olishingiz mumkin bo'ladi. Istoriya targovli bo'limiga o'tadigan bo'lsak, mana bu yerda barcha ochilgan сделкаlarimizni ko'rishingiz mumkin. Nechta сделкamiz plusda, nechtasi minusda, hammasi ko'rsatilgan va o'rgatilgan bolalar. Bularni biz texnik instrumentda ochganmiz, switchnoy analiz amalga oshirgan holda bitimlarni ochganmiz va fundamental analiz amalga oshirgan holda bitimlar ochilgan. Undan tashqari martingale instrumentini ham, strategiyasini ham ishlatganmiz. Bugungi video rolik juda ham foydali va qiziqarli bo'ldi degan umiddaman. Keyingi video roliklarimizda ko'rishguncha sizlar bilan birga streamlarda ko'rishib qolamiz. Streamlar haftada 3 marta, 4 martadan bo'lib turadi bolalar. Video roligimiz описаниесida platforma silkasini qoldiramiz. Bizani silka orqali ro'yxatni o'tib, bizani promokodni yozib, shotinglarni $100 ga to'ldiradigan bo'lsanglar, balansingizga $200 pul tushadi. $1000 ga to'ldiradigan bo'lsanglar 2000, 10000 ga, 20000, 100000 ga $200,000 pul tushadi. Tushuntira oldimmi? Barchangizga xayr, sog' bo'linglar, charchamanglar. Keyingi video roliklarimizda ko'rishguncha